Turk tilida kasblar videosining ikkinchi qismi. Haydovchi, shoför, militsiya, polis, o't o'chiruvchi, itfaiyachi, hisobchi, muhosabachi, ishlab chiqaruvchi, üretici, tikuvchi, terzi, santexnik, tesisatchi, sharhlovchi, spiker, oshpaz, aşçı, quruvchi, inshootchi, tozalovchi, temizlikchi, rahbar, yönetici. Shu va shunga o'xshash kasblarning turk tilida qanday aytilishini ko'proq o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga qo'shiling. Telegram kanal linkini profilimizdan topishingiz mumkin. Ko'rishguncha.